Do'stlar, bunaqasi bo'lmagan. Mana sizlarga Nurullo akam butun O'zbekiston bo'yicha naqd sindirib yubordi. Nurullo aka, nech pul qilamiz bu metallon puliga aka? 5,5 ham sotilmagan mashina 4800 ga kuzatuvchilarga qilib beramiz. Mahmudjon, Aliyuz, Muhammad Yusuf, Nurullo Abdul Biboyga 4800 dollarga metallon puliga 4800. Boshlandi. Vaqtida 32 ming, 35 mingdan olib haydaganmiz akalar. Mana sizlarga suv tekin. Aka, bunaqasi bo'lmagan. Salomlashib oling do'stlardan. Siz bo'lyaptimi? Assalomu alaykum hurmatli aziz vatandoshlar, uzoq yaqindagi mo'min musulmonlar. Mana bugun 12-iyul yakshanba kunida bomba yangilik, juda ham arzon, juda ham qulay. Eng qizig'i bizda qulaylik tomonlari dakmit sohasiga ham hamma tomonlarga chalg'ib olmaysizlar. Iloji boricha mashina olayotganda dakmitiga puxta bo'linglar, bo'ldi, boshqa pulinglar yotilib olmaysizlar. Bizni joyimiz tayin, bozorda sotib ketaveradigan emas, joyimiz bor. Uyimiz ham mana shu o'rtada, uzoqdan kelmaganmiz. Xudo xolasa rosa chiroyli qilib, go'zal qilib Aliyuz, Mahmudjon, Muhammad Yusuf YouTube kanallariga qo'yamiz. Juda chiroyli. Bittadan batishga bosib qo'yinglar, shu ukalarni ham sizlarning xizmatinglar. To'g'rimi? Sizlanmasdan bosinglar. Ayniqsa musofir yurganlarni hamisha Alloh o'z panohida asrasin. Hamisha yurtimizga yorug' yuzman bola chaqasini, ota-onasini oldiga yorug' yuzman pullarni topib, eson-omon qishgacha kelib olinglar. Kelib, mashina olmasanglar ham bir aylanib yozilib tomosha qilib ketinglar. Juda ko'pi Moskva, xullas qayerda O'zbekistonni, mana shu O'zbekistonni qayerdan bo'lsa ham safarda yurib kuzatishar ekan, hammalarni Alloh o'z panohida asrab, hamisha xursandchilik nasib qilsin. To'g'rimi aka? Mana bugun Xudo xolasa 12-iyul mana shu juda ham bozordan solishtirib ola olasizlar. 200-300 dollardan arzoniga qilib beramiz. Eng qulayliklar dakmiti puxta. Haligindaqa dakmitiga yeb olmaysizlar. Iloji boricha dakmiti turgan narsa yaxshi, to'g'rimi aka? Telefon nomerlarini ekranda qoldiramiz, to'g'rimi? Vaqt ziqligi uchun tezlashaveramiz. Barter xizmatlarimiz bor. Uyda turgan 96-yil bo'lmaydi, Tikomi, Damasmi, xullas uyda turgan, yurmasa ham olib kelavering, naqd pulga olib qolaman. Unaqa mashinalarni har doim juda ko'p. Xohlasanglar barterga baholatib olib kelinglar, 200-300 dollar qimmatiga olamiz. Nimaga? Biz sizlardan olib ash pulga sotib olaveramiz, foyda kerak emas. Iloji boricha sizlar bergan pulga yarab bo'lsa bo'ldi. Mashinalarni ham Xudo xolasa hali kelganinglardagi 10 minglik mashinani 11 ming deb olmaymiz. Ash bu narxga beriladi, iloji tushib beraman. Onajon, otajoningizga 100 dollar bonus hamisha bor. Xudo xolasa manzillarda aytib o'tamiz, Andijonni Piyosbay, Toshkent bitagidamiz. Namangan, Qo'qon, boshqa joydan keladiganlarga Andijonni O'zbekiston ko'cha Toshkentdanka, boshqa joy yo'q. Uka boshlayveramiz bo'lmasa, ketdi. Bash Captivadan boshlaymiz. 4800 a? 2008-yilda ishlab chiqarilgan mexanika juda ham go'zal mashina. Gazlari ham, o'zim minib ko'rdim. Hadavoyigacha javob. Aka Tiko'ni puliga qilib bering, mana shuni Tiko'ni puliga. Ali Berkaniga qilib oling. Propan gazlarigacha bor ekan aka. 4800 barterga olib qoldim. 4800 ga oldim, 4800 ga qilib beraman. 4800 dollar akalar. Конечно, bunachi hozir Rossiyaga boradigan buni istab yurganlar bo'lsa, prestep ulab olsa borib, bitta Lasetti xizmatini qilaveradi. Maza qilaveradi. 3-4 olsa nima? 2010-yilda ishlab chiqarilgan Nexia barterga olib qoldi. 2000 nech pulga oldik? 2200 ga oldik. 2300 dollarga beramiz. 100 so'm foyda berganga mana berilaveradi akalar. 2010-yil. 1.6 motor. Ishlari ham pokiza mana. 100 dollar foyda berganga ketdi mana. Spark so'ragan 2013 akalar. Sabajogida petnos bor, boshqa joyda kraskasi ham toza-yu sabajogini aytib qo'yish kerak va aytib tekshirib oladi. Salonlari ham juda chiroyli. Go'zal holatda. Mexanika 161 ming kilometr yurgan, Evokur ham yo'g'igacha bor ekan aka. 4500 ga qilib beraveramiz. 4600 ga bo'lsa generalist ichida bo'ladi. 1,5 ming dollarga Spark akalar, 13-yil Toshkent motor. 1,5 ming pul bor akalar orasida. $1,000 bilan ketdan akalar. Toshkent motor akalar eng qizig'i. Ekinokslar boshlanyapti jigarlar. Vaqtni bosib turinglar. Boshlab bir chigadan kelaveramiz-da uka. Ha, ketdik. Katta bozor bu yer, hazlashmanglar. 70 ta 80 ta Muhammad Yusuf. To'ppa-to'p. Hammasidan bor. Aliyuz, Ekinoks bu o'zimi yaqin ukam mashinasi, juda ham go'zal, Radno desa ham bo'ladi. Aka bo'lgandan keyin To'rtta yangi balonlargacha ko'p qo'ygan akalar. 2021-ga 472 millionlik uka. 472 million eng puli. Hali sidinasi isib sovib eng zo'ri. Kapotida klaskasi bor xolos, ichiga o'tmagan, boshqa joyda umuman klaskasi yo'q. Salonlari ham juda go'zal holatda. Bu mashinani ertaga kunga 21 ming dollarga qilib beramiz. 21 mingga yo'q edi. 4 ming 21 ming dollar akalar. Shumkalarigacha bo'lgan. 4 teshik shumka akalar.
Evo mashina 16 07 nima bo'lsa ham Evo mashina bo'lsa ham bo'laveradi. Eski mashina bo'lib, raistasini beraman desa ham 06 07 piyosasi ham olaveradi. Ana akalar, voy, bunaqa so'raga. Bosib o'ringlar akalar, ekin o'ksmanasizlar. O'zini puliga. Bunisi-chi aka? Bunisi 2019-yil ishlab chiqarilgan, 100 ming yurgan, umuman kraskasi yo'q, top-toza. Propan gazlari 19 akalar, 100 ming kilometr yurgan. Ertaga kunga 19800 ga 5000 dollarman kelsa, qolgani ham ko'rmaydi, chiqaradi. 19800 dollarga propan gazlarigacha bor akalar. Evo, Cobalt, Gentra'ni qanaqadir mashinasi bo'lsa, baholasi 500 dollar qimmatiga olib qoladi. Ya, Gap. bu safar vahshiy qilib yuryapsiz akami? 100 emas. Masalan, mashinasini to'g'ri gapirsin. Mashina puli 9000 bersa, 9500 ga nimaga o'zim olib qolgan pulimga sotib ola olmayman-da. Mashina puli 9000 yo'lsa 9500 ga sotadi-da. Undan ko'ra 9500 ga olaman, 9500 ga dehqonga sotib olaman. Foyda Cho'g' o'yinman akalar. 2019-yil ishlab chiqargan 100 ming yurgan, kraskasi umuman yo'q. Bundan ikkita edi, sherigini sotdik. 10500 dollarga 3,5 ming kelsa, qolgani bankdan chiqaveradi. 10500 dollar akalar, 3,5 ming bilan kelaverasizlar. Lekinlar so'raganlar, 2023-yil ishlab chiqargan kraskasi umuman yo'q, tonirovka, vanirovka, gaz hamma yo'qi bor. Ertaga kunga mashina rekord 3000 dollar bilan oylik to'lov 4,8 milliondan chiqarib beramiz. Narxi qancha dedingiz? Narxi 15500 dollar. 15500 ga tonirovka, parok hamma yo'g'i yetib boradi. Navorotini ham bitta qo'yib beraymi? Salonlari oling, gazlari bor. Navorot, yurgan pirimiga eshigini ostingiz ko'rinadi. Necha ming yuribdi? Yillari-chi buni? Buni yili 23, 20 yo'q bor. 50 50 ming yurgan ekan. 50 ming yurgan muqaddas gazlari ham bor. Ha. Orqa tomon diskalari do'stlar. Tomlarini qaranglar. 50 ming yurgan gazlari bor, petnosi ham yo'q. Ertaga kunga bitta mang'illatishga 15 ming dollarga qilib beraman, 3 ming dollar man nomiga 4 million 800 mingdan chiqadi. 4 million 800 ming. 5 ming dollar akalar. Gap yo'q. O balonni qoraytirib yuboringlar. Bunisi 2023-yil ishlab chiqargan, haligi Dartmon Blue deydi-yu. Qop-qora ko'rinib turibdi-yu, o'zi lekin kunduzda tovulanadigan juda ham go'zal svet. Atiga 19 ming yurgan. 15500 dollar. Bunaqasi yo'q, bozorda 16 mingga beradi. 15500 ga 19 ming yurgan tiniq, toza umuman kraskasi yo'q. Yili malades. Yili 23. 3000, 3,5 ming magisi oylik to'lov 4 million 800, 4 million 700 dan chiqaveradi. Yo'q. Akalar, Navoda metan gazligini minaman 100 mingga 400 kilometr yuraman deganga mana 2023-yil primer kraska umuman yo'q, metan gazi bor. Metani bor aka. Ha. Voy voy voy. 100 ming so'mlik quysa, tushunasizmi? Qancha yurishini? O'zi ham 50 50 kilometr yuradi. Eshiti, 50 ming yurgan xolos. Ha. Gaz, metan gazi bor. Mana metan gazi. Endi o kamolkalari ham bor. Paroklargacha bor akalar. Yig'ilib, pixlib hamma bor ekan-da endi. 100 ming so'mga 400 kilometr yuradi. Keyin o'tgan kalonkalarni hech nimaga tegmadi. Ertaga kunga 15800 dollarga 3,5 ming bilan 4 million 800 ming. 15800 dollar akalar. Ukajon, bitta savdo qilaylik. 3 oy ham 15,5 ming. Ye ana do'stlar. 3 oy ham 15,5 mingdan, 3 oy ham 3 mingdan chiqaveradi. 4 million Tavakkal do'stlar aytib 4 million 800 mingdan 3 ming dollardan kelaverasiz akalar. 15,5 ming dollardan. Bitta ko'rsatib yuboringlar. Redline ham Redline akalar. 15,5. Ha, yurgani 50 ming, 60 ming, 70 ming. Kraska yo'q, toza bolalar. Ayyor ekan aka bu. Ayyor. Chixol hamma yo'g'i bor ekan. Mana do'stlar. Hozir yili nechi? Yili 24 da, 23-24. 23-24. Hamma yo'g'i bor. 3 oy ham 15,5 mingdan. Ayyor yumshoq balonlarda akalar. Paroygacha bor ekan, Ketdi. Ha, bunisi 2025-yil ishlab chiqargan 5000 kilometr yurgan, kraskasi toza. Yurgan pirabiga 5000 midlight, ertaga kunga 12400 dollarga 3000 dollar bilan chiqarib beradi. Oylik to'lov 3 million 600, 3 million 700 dan chiqadi. 12400 dollar akalar. Ha, bunisi 2025-yil ishlab chiqargan, kraskasi umuman yo'q, 34 ming yurgan, top toza ertaga kunga 12000 dollarga qilib beramiz. 2300 dollar bilan chiqadi. Mana. 2300 Oylik dollar. to'lovga ham e'tibor beringlar. Oylik to'lov 3 million 700, 3 million 600 dan chiqadi. Bular 2 oy ham 4-paysi, 2 oy ham 23, 2 oy ham asal, 2 oyni ham petnosi bor. 2 oyni ham ertaga kunga. Bunisini 9600 dollarga, bunisini 10 ming dollarga qo'yib beramiz. Bittasi 1500 ga, bittasi 1200 dollarga chiqadi. Oylik to'lov 3 million 900 dan 2 oy ham bir xilda chiqadi. Mana do'stlar. Tonirovkalargacha bor akalar.
Bunisi 2023 kraskasi yo'q, top-toza, umuman petnosi ham yo'q. Yurgan pulimiga 100 ming, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 10.200 dollarga qilib beramiz. 1300 dollar bilan chiqadi, oylik to'lov 4.100.000 ming. 10200 dollar akalar. Ha, bunisi mexanika tayyor, 2020-yil ishlab chiqargan bitta kriloda petnosi bor. Xohlasanglar buni tayyor hamkorlikdan krediti bor. 18 oymi, 19 oy, 2.800.000danmi, короче, 3 millionga bo'lmay chiqqan. Xohlasanglar bankka beringlar desa 2000 dollar bilan kelsanglar, qolgani 4 yilga 2.800.000dan bankka beramiz. Narxi 7.900 dollar. 7.900 dollar akalar. Buncha aka. Bunisi 2023-yil ishlab chiqarilgan. 20 oy 4.5 milliondan kredit qolgan, 20 oy. 20 oy qolgan tayyor krediti bor. Boshiga 4000 dollar berasizlar akalar. 40 oy plyuslarga. 90 million kredit qolgan. 90 million kredit qolgan akalar. Bu Damaslar narxi chiqdi. 24-yil Damas 1500 dollar bilan 1.660.000dan 5 yilga chiqadi nomiga. Bu ikkovi 1500 dollar bilan chiqadi. 4 yilga 1.660.000dan bular 22 ikkovi. Damaslar 1.600.000. Nexus li 9dan yana olgan, nega. 5200 dollarga olganman, ayol kishi mingan. 5200 dollar yo'ganmiz akalar mana. 30% petnolari bor, konditsionerlari ham ishlab turibdi. Pakalini metallarigacha bor. 300 dollarga qilib beramiz. 100 so'm foyda bergan berlardi. 5300 dollar. Foyda qilamiz, yetadi. 2018 abi Nurul aka. 2018 20-30 kraskasi bor, xolos, ichiga o'tmagan. Ustezman kelib tekshirib olaveradi. 5300 dollar. 5300 Generali dollar. chiqadi, e'tibor beringlar, generali chiqadi. Yana bor. Albatta. Bunisi 2018-yil ishlab chiqarilgan, 118 ming yurgan, gaz umuman qo'yilmagan. Benzinda. Ikkita petnosi bor. Ertaga kunga bu mashinani maqsad sotish 6100 dollarga. 6100 dollar. Bunisi ashi gap 23-yil ishlab chiqarilgan mexanika. 23. Yurgan pirabiga 100 mingga bo'lmagan, kraska umuman yo'q. 1600 dollarga. Kraskalari ham top-toza. Yo'q, 2.800.000. 1600 dollar aka. 1600 ga 2.800.000. 2.800 mingdan olib to'lov. 3.100.000. iPhone'lar ham arzon bo'lib ketdi akalar. Masalasi. Buni kecha bitta hoji akamga berdi, yaxshi kunga. Tanlarini necha pulga beramiz Nurul aka? 6000, buni 8300 dollar. 8300 ekan akalar. Bunimiz baraka bo'ldi. Sotilibdi bu. Mahmudjon Ali o'z kuzatuvchilari. Bittadan mak, bittadan patiska. Oyliklardan kim kelsa ham 100 dollardan bo'lsin. Ketdi mana. 2022-yil ishlab chiqarilgan 60 ming yurgan, umuman kraskasi yo'q, top-toza. Yurgan pirabiga ham 60 ming, gazi hamma yo'g'i bor. Ertaga kunga 11500 dollarga 1300 dollar bilan. Qimmat manifollargacha bor ekan. 4 million 500 ga 4 million 600 mingdan chiqadi. Buni qotib ketdimi? Sotilganmi? Sotilibdi bu. Bu sotildi. Bunisi 2023-yil ishlab chiqarilgan. 23-yil Zeus. Go'zal kraskasi umuman yo'q, 50 ming. Kraskalari ham top-toza ekan akalar. 700 dollar akalar Gentra. 700 dollar. Mana. Apshe akalar suv tekin bo'lib ketdi ya. 700 Bash qop qorasini ham ertaga kunga 1300 dollarga chiqarib beraman. 22 toza, narxi 11600, 1300 bilan chiqarib beraman. Oylik to'lov 4.600.000 mingdan. 4.600 mingdan olib to'lov. Bunisi 2023-yil ishlab chiqarilgan, atiga 34 ming yurgan. 2023. Judayam go'zal, ertaga kunga bunisini 2000 dollar bilan chiqarib beraman. Oylik to'lov 5 milliondan chiqadi. 5 million. Malibu bor, Malibu rollargacha bor Bunisi ekan. qonnaligida plyonka deydi, nima? 1 plyonka. Panirovka, Mers hadovoy. Yangi balon Nexon balonlarigacha. 3000 dollar navoroti bor. O'zim buni 13700 ga oldim. 14000 dollarga qo'yib beraman. Kim mashinani zo'rini minaman degan. 14000 dollar akalar. Ko'rib olarsiz, mashinaga javob beramiz. Malibu bor, hamma yo'g'i bor. Ertaga kunga 14000 dollarga Hamkor banki 3000 dollar bilan 4 milliondan chiqarib beramiz. Night paket ekan xullas. Bittadan partiga bosib bo'lsin, kelar issiq demay, mana mehnatdasizlar hammanglar. To'ppa-to'g'ri aka, oson emas. Jigarlar bosinglar layklar. Bunisi 2023-yil ishlab chiqarilgan Zeus rangi kraska umuman yo'q, juda ham go'zal. Bitta bonus qilib bering do'st, mana bonus qilib beraman uka. 700 dollarga olib sotsa mendan hamma yo'g'i. Hech nimaga rasot qilmaydi. Nomiga o'tkazamiz. 2000 dollar pul beradi, Hamkor bankdan 3.700.000 mingdan oylik to'lov chiqadi. Narxi o'zi 13 minglik mashina 11.5 ga qilib beraman. 700 dollar bersa qaysi bankdan? 700 dollar men bonus olgan odam.
Mana siz masalan men kelsangiz, mashinani baraka qildingizmi? Hech nima rasxod qilmaysiz, avtomatik nomingizga o'tkazib beraman. Ha. 2000 dollaringizdan ham yechilmaydi u pul. O'zim yanimdan qilib beraman, 2700 dollar. Nomingizga o'tgandan keyin 2000 dollar pul berasiz, qolgani hamkormandan chiqaveradi. Oylik to'lov 3 million 700 mingdan chiqadi. 23 yil. Boshi 2000 dan. Tamam. 700 bo'lmish u. Ha, bunisi 2000 007 2023 yil ishlab chiqarilgan, klassika. 23 yil aka. yurgan. Bu mashinani o'zim 13 Shumkalargacha bo'lgan ekan mana akalar. 13 ming dollarga qo'yib beramiz. To'rish pakalini propan gazlarigacha bor. 5 yilga 4 milliondan bank. Bidalar, bir gram petnosi ham yo'q. Kraskasi bo'lsa aytib deb o'taman, Mahmudjon. Uka mana 12 so'raganlarga 7 ta 12simiz bor ekan, mana bir qator ko'rsatinglar. Ha, bunisi 2025 pachka yurmagan dolobga. 25 mexanika hali yurmagan dolobga. Shu mashinamizni ertaga kunga 11300 dollarga qilib beramiz. 2700 bilan chiqadi, 3 million 500 ming oylik to'lov chiqadi. Bormi bunaqasi? Mana qarang. 2700 pul bilan kelsa, old stopda hamma yo'q ichida 1700 1800 tanaga o'tadi. Qolgani 3 million 500 mingdan nomiga chiqaveradi 5 yilga. Xolasa 3 yilga qolsa 4,5 milliondan ham chiqaveradi. Katta jigarlar. Bosinglar like'larda akalarim. Bunisi 2025 mi o'g'lim mashinasi? Bugun tushdi yangi. 2024 24 bu ya. 24 25. 24 yurgan probega qancha? 50 ming ekan, propanlargacha bor ekan. Top toza, navorot hamma yo'g'i bor. Rapani ham bor. Rapani ham bor. 200 dollardan qaroq. 13200 hammasi. Redline ham 13200 tanlab olish yo'q. Mana bugun quyuq suyuqligiga Eshting. Qarang, moni ham oling. Ham yomon ekan. Bu yerda ham ikkita redline bor. U ham, mana bu ham. 13200 dan tanlab olishaversin. Xohlaganini. 3000 dollar bilan kelsa qolgani hamkormandan chiqaveradi. Bunimiz ham propan gazlarigacha bor, yangi balon. 3 million 800 mingdan. Bomba chiqadi, 3000 dollar bilan kelsa nomiga. Mana shu redline ham nomiga. Tayyor o'pkalargacha bor akalar. Optimiga qo'yib yubordi akalar, optimiga. Alius. Voy Ichida endi mononi ham 3000 deb olmasin, bu 3000 emas. 2000 dollar bilan chiqarib beraman, oylik to'lov 3 million 200 mingdan chiqadi. Mana akalar. Mexanika 2003 eshting. 2000 dollar bilan kelsa nomiga 3 million 200 mingdan chiqarib beraman. Bosib olinglar jigarlar. O redline ham olib qo'yinglar, ochigida ham. U ham 13200. 13200 dollar akalar, redline. 1000 dollar bilan keladi, 4 millionga bormaydi oylik to'lov. 4 millionga bor. Tanlab olinglar. Eng qizig'ini aytayim. Bitta ham mashina kraskasi 12 ta. Top toza kraskalar ham akalar. Tekshirib olaverasizlar, bemalol. 10x akalarim. Niyat qilganlar bitta klass. Malibular. Puli. Ikkoyam bittasi 21, bittasi 20. Bunisi 1,5 turbina, 2 turbina. Primer 30 ming, 40 ming dollar bo'lyapti nolotkasi. Bu 39 ming yurgan. Buni detallarini almashtirib qo'ygan, buni Toshkentdan birjadan yutib olib oldik. Mashina 39 ming yurgan, probegiga ham javob, bitta yerda kaltaga yo'liga ham javob. Faqat detal almashgan. Turbina akalar, bunimiz 1,5 1,5. Aytmasa bilmaydi, vaqti ichlarni o'zi ko'rib qo'yaylik. Nima proverka ekanda? To'g'rasiga tekshirib olaveramiz. Salonlari akkuratni ekan aka. Yurgani qancha edi? 39 ming kilometr yurgan. 21. Primer. 21-chi yil akalar. Million yuradiganidan. Bu detallari turgan paytda Detalini endi yo'q, detalini 2-3 mingga sotib olib, yangi detal olib sirasi septirib qo'ygan ekanda. Lekin ichiga umuman o'tmagan, tekshirib oldik. Buncha pulga olib tekshirib olmay bo'lmaydi-yu. Bu mashina ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, mayli. Mana shu patchilar bilan patchiga bosamiz. 2200 dollarga nomiga nomer telefon qanday o'tishadi? 2200 dollarga chiqarib beramiz ekan akalar. Narxga qancha? Narxga 21 ming dollar. 21 ming dollar. Hamma yo'q ichida akalar. Buni 2020 yil ishlab chiqargan, petnosi ham yo'q. Petno yo'q. Topib olsa bekor giraman. 2020 yil ishlab chiqarilgan, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 2,5 ming dollarga chiqarib beramiz. Oylik to'lov 6 milliondan 4 yilga chiqadi. 2,5 ming kelsa bo'ldi. Hamma yo'qi menda. Ketdan akalar. Endi 200 so'm, 300 so'm yetmay qolsa nobodi. Uni kelishamiz endi, to'g'rimi? Hali bankdan hozirroq berib qo'yishni 200-300 raisda qilsa beraveramiz 10 kun 15 kunga. Gap yo'q. Bu Monza 2023-yil ishlab chiqarilgan, juda ham go'zal me'yorgan ekan. Bu salonlarni ham 23-yil 1,5 atmosferniy motor akalar. 4 ta yangi balonlar ham ko'p qo'yibdi akalar. ancha
opa singillarimiz, Eng qizig'i propan gazlarigacha bor. juda ham qulay, juda ham tekis. Eng qizig'i Mahmudjon, tekno ham yo'q, ishtotka ham yo'q. Shunqalargacha bor ekan. Juda ham go'zal mashinani mayli 14 ming dollarga qilib beraman. 3100 dollar bilan 4 million 300 ming oylik to'lov chiqadi. Nomiga nomer telefon hamma yo'q ichida. 14 ming dollar akalar. Sindirib yubordik. Hozir ochib beramiz. Ochib qo'ying o'g'lim. 10 mingta like bosadigan bo'lyapti aka video. 10 mingta like bossa bittadan bekarga ham berib Yani bo'lmasa. Bo'l, yur. Trading xizmatlari bor, ora-orada eslatib qo'yapman. Trading xizmatlari bor, ukajon haligi Mol qo'y, aka. Ha, mol qo'yda olib kelib sotyapmiz, so'yyapmiz ham, o'zimiz xoslayapmiz. E'tibor beringlar. Mabodo uylarda turgan mashina, eski Devo mashinalarilar bo'lsa, tortinmanglar, olib kelinglar, yangisiga almashtirib beramiz. Yo'q, sotaman desa, naqd pul beraman. Javob. Ancha-munchasi haligi qimmatroq sotib bering desa, uni notarisda beraman. Nimaga 1 kun yarim keyin videoga qo'yib sotib beramiz, chiroyli qilib 100 so'm xizmatiga bolalarga berib qo'ysa bo'ldi. Iloji boricha yaxshi pulga sotib beramiz. Redline-da shu gap uka. O'zinglar ham eshitdinglar, 13200 tanlab olish olib ketdi. Bunisi 3000 dollardan chiqaveradi. Ana do'stlar. Suv tekin narxda do'stlar, mana turishini qaranglar, kobaltlarni, metall puliga. 2024-yil ishlab chiqarilgan kraskasi umuman 50 million pradagi gaz, mutabalo hamma yo'q bor. 2024. 11200 dollarga oylik to'lov e'tibor bering. 3000 dollarga ham bomba chiqadi, oylik to'lov 3200 mingdan chiqadi. 11200 2022-yil ishlab chiqarilgan 9800 dollarga 2300 dollar bilan 3 million 80 mingdan chiqyapti. 100 ming so'mdan kuniga akalar, kobalt nima deyapti? Bunisi 2023-yil ishlab chiqarilgan, kraskasiga 30 ming yurgan. Buni hamchi mana qilib Malibu bormi, Captiva bormi, qarang. Ishlarini ham go'zal qilib qo'yib, o'zingiz ham ko'ring. Yurgani 38 ming yurgan. Narxiga ham e'tibor beringlar. 24 birkasi pasporti 23. Puliga ham e'tibor beringlar. 10400 dollar. 10400 Buni Anor banki olaman desa 1200-1300 bilan chiqaveradi. Oylik to'lov 4 millionga bom berdi. Hamkor bank, Kapital bank qilaman desa 2,5 ming bilan chiqadi. Oylik to'lov bor-u 3 million 200 mingdan chiqadi. Katta akalar. Bunisi 2025-26 18 ming yurgan, ertaga kunga 12300 dollarga 3000 dollar va Hamkor banki 3 million 600 mingdan chiqadi. Ana. 1000 dollarga ham bormi? Nurloki ko'p. 1200-1300 dan chiqyapti. Nimaga deydi ukajon? Nimaga? Bosh to'lovni ko'tarib qo'ydi, lekin foizdan tushirib qo'ydik. 4,5 milliondan chiqayotgan mashinalar 4 milliondan chiqyapti. 4 milliondan chiqqan mashinalar 3,5 milliondan chiqyapti. Aybi boshiga jichi ko'proq beradi. 1000 so'mga 1,5 ming beradi. 500 dollarga 1000 beradi. Ish yuraveradi, lekin aslida berayotgan 500-400 ko'p puli. Ko'pgina. 5 baravar tushirib beradi. Oy yutyapti, lekin to'g'rimi aka? Albatta, bu 2022 kraskasi yo'q, to'g'ri-to'g'ri. Bu 2022 yil. 2100 dollar bilan 3 milliondan oylik to'lov Hamkor banki nomiga qilib beraman. Narxi 9800 dollar. Bosa-bos. Bunisi 2025-26 Midline kraska umuman yo'q, top-toza, ertaga kunga 12300 dollarga 3000 dollar bilan Hamkor bankdan oylik to'lov 3 million 600 3 million 300 dan chiqaveradi. Nomerlarga ko'rib qo'yinglar, kerakli barvotga mashina. Bular ikkovi Hasanboy, Husanboy desa ham bo'laveradi. Bunisi Hasanboy, bunisi Husanboy. 2024 kraskasi umuman yo'q, 30 ming yurgan. Gaz ham qo'yilmagan, ertaga kunga 11100 dollar. 11000 dollarga. 10900 dollarga. 10900 ga. E'tibor bering, 3000 ga bomba chiqadi. Hamkor bank kapitalda oylik to'lov 3 million 200 mingdan. Mabodo Anor bo'lsa 1400-1500 mingdan chiqadi. Oylik to'lov 4 million 200 4 million 100. Bosinglar jigarlar mana voy. Bunisi 2020-yil ishlab chiqarilgan 25 ming yurgan. Prebegi ham hamma yo'g'iga tekshirib olsa, saqlangan mashina 20 avtomat 4-paysi 25 ming yurgan, ertaga kunga 9700 dollarga qilib beramiz. 2700 million kelsa 3 milliondan bankka chiqarib beramiz, Hamkor banki 4 yilga. Bosinglar jigarlar mana sizlarga voy. Gentra qo'yib beramiz. Yo'q, kemani boshqa mashina. Jentramiz qoldi. Bitta qora Gentra bo'lib qoldi mana akalar. Bozor, akalar shunaqada kesinglar. Har soatda mashinalar kelib turadi, akalar. Ibrohim akamiz ham ashada ekan. Kelasizlar. Vaqt har kuni dam olishadi. Benzinli ekan akalar, 24 olsa kerak, adashmasam yo 23-24. Mana dehqonni o'zi olib kelib, chiroyli pulga sotib beringlar deb mana olib kelyapti. Dehqonni o'zidan olasizlar, dehqon. Yurgan biraga qara. Qara, 23-yil ekan, juda ham 23 qirami yuribdi akalar. Yaqinda shu mashinalar 15 ming 14,5 ming. Unaqa narxlar yo'q, 12,900 ga qilib beramiz.
Mana 12900. 12900 dollar akalar. Bormi shunaqasi 12900 ga? Manaqa yumshoq nesi hamma yo'g'i bor ekan. Mabodo Hamkor bankmi, Anor bankmi? Hamkor bank 3000 dan chiqadi nomingizga. Anor bankka 1800 2000 ga bormay chiqadi, 5 milliondan. Hamkor bank 4 milliondan chiqadi. Mana e'tibor beringlar. Iloji boricha bosh to'lovni ko'proq beringlar. Oylik to'lov arzonroq chiqadi. Umuman nuqsoni kraskasiga 12900 dollar. 12900 dollar akalar. 40 kilometr yurganmiz. 15000 sotyapti 2 oy oldin. 2000 dollardan mana. Hozir aka buni. Eshityapsiz, mana egasi o'zi mana shu yerda turibdi. Ertaman keloringlar, ertaman kutib olaman 12900, 2900 manga kelinglar qolgani Hamkor bankdan chiqib oladi. Xullas do'stlar, любой проверка kelaverasiz. Ha, Manzilimiz aka. kilometrini ham tekshirib oladik. Manzilimiz. Andijonning Piyosbek Toshkentga gidamiz. Andijonning Piyosbek Toshkentga bitta o'zi. Ay Nobodo, Farg'ona, Qo'qon boshqa joydan keladiganlarga Andijonda O'zbekiston ko'cha. O'zbekiston ko'cha deb turib Toshkentdan ekan. Toshkentdan ekani yonboshi, Toshkentdan ekani radi mana. Bu tomonimiz Toshkentdan ekan. Bu yer mashina bozor. Xudo xolasa manzillar Andijonda Piyosbek Toshkentda edi. Ati telefon nomerlar Ekranda. Kanalimizda ekranda chiroyli qilib qo'yib berasizlar uka. Nechta telefon bo'lsa hammasini qo'ying, issiqni kuni to'g'ri tushunasizlar. Ancha minchasi dam olib qolganda ola olmayapti ekan. O'zingizlar bilasizlar 50 gradus, 48 gradus issiq ham o'tib ketyapti, to'g'rimi? Hali ko'p ishchilarimiz hali issiq ham dam ham o'tib qolyapti-da, charchab ham qolishyapti. Xo'p, ancha mincha javob bera olmasa uzr so'rayman. Iloji boricha Muhammad Yusuf shu yoshlarga qilaverasizlar, ko'taradi. Telefon nomerlarini hammasini aytib deb ekranda yozib o'tib ketamiz, to'g'rimi? Musofirda yurganlar hamisha o'z panohida asrasin. Ota-onangizni, uyingizdagi oila a'zolaringizni kimi bo'lishidan qat'iy nazar jo'natavering. Iloji boricha xursand qilib, sizga yoqadigan qilib, bonuslarini ham qilib beramiz. Ancha mincha mashinani chihol-pihollari yo'g'isa, ular ham bizdan qo'yib beramiz. Xudo xolasa, haligi nima desa, bonuslari bor. Iloji boricha yoqmagan narsasini aytsin. Klient hamisha o'zi aytadi-yu, sigda prav deydimi klientni? Klient hamisha prav. Libo narsa yoqmasa aytinglar, qildirib beramiz. Yoqmagan narsalarni. Xudo xolasa, Anor bank ham ishladi. 1000 so'm, 1200, 1300 yillarda olib kelaveringlar. Libo mashina xudo xolasa qo'limizdan kelsa chiqarib beramiz. Lekin bosh to'lovni ko'proq bersanglar, berayotgan pulinglar 5 barobar kuchini beradi. Rostdan aytyapman. Iloji boricha o'zi naqd pul yog'gan yaxshi, lekin haligi ko'p odamda pul yo'q, iloji yo'q-da endi. Bank qilib olar ekan. U bank qilib olgandan keyin bankka borib berib, men naqd pulimni olaman. Iloji boricha uydagilarga maslahat qilib, ota-ona bor, opa-singil bor, aka-uka bor, bir-biringlarga kelishib, men kelib maslahat qilib, u bu emas. Uyda qilib maslahatinglarni qilib, hammanglar kelishib, bir yoqadan boshqarib olinglar, maslahat bersa olinglar. Yo, bittalar norozi bo'lib, bittalar rozi bo'lib, unda bo'lmaydi, ish yurmaydi. Bizga kelib bergisiz ham ish yurmaydi, uyda ham ish yurmaydi. To'g'ri aka. Bu hamjihatlikda ish katta. Iloji boricha bank olgandan keyin bir-biringlarga kelishib, uzib yuborsinglar, o'zinglar uchun foydasi bor. Men nima bankka solsam ham borib naqd pulimni olaman-da, to'g'ri tushunish kerak. Hali hamma insonni ham hali bu bank ekan, olib uzib yuboran, u ayol bo'lmaydi. Iloji boricha ishlash kerak. İşlemeyen adam 1 milyondan ham uza olmaydi. İşleyen adam 10 milyondan ham uzadi. To'g'ri. Xudo xolasa mana manzillar. Manzil. Bu yerda haqiqatda ko'z bo'yamachilik yo'q, ancha mincha insonlar yo'q. Shuni to'g'ri. Boricha, yo'g'icha. Bor olasanmi, qolasan shu. Boshqa gap yo'q. Iloji boricha maslahat qilib, chiroyli yo'lib kelaverasizlar. Yana ham go'zal qilib, yana ham sizlarga sifatli qilib, yana ham 100 dollardan bonus qilib, yana ham narxlarni o'tib beraman. Kelaveringlar. Xudo xolasa ertaga dushanba kuni ertamanda kelinglar, yana ham bonus qilib zo'r qilib beraman. Hammalarga rahmat.